Aniq ayta olaman, universal avtoolamni asosan katta tadbirkor, biznesmen va savdogarlar kuzatishadi va ular ichida xolodilnik ehtiyoji bor tadbirkorlarimiz juda ham ko'p. Mana roza siz bobidan keldi. Go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari, morojniy va shokolad tarqatarmidingiz shahar bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab. 2022-yil Zavodsko propan, Zavodsko xolodilnigimiz keldi mana. Hisobda 2 v 1 Malibu Premier va unda yuqori mashinani komforti, tezligi, dinamikasi mujassam bo'lgan 2022-yil Kia Bongo'imiz sotiladi. Narxi videoning oxirida. Bilaman sizga shu mashina juda ham zarur. Sizning shabloningizga va statusingizga birga-bir to'g'ri keladigan mashina aynan shu bo'ladi. Gapim to'g'ri bo'lsa, like bosing, qisqacha obzorini ko'ring. Ma'lumot o'rnida ushbu Kia Bongo Janubiy Koreya o'zi uchun, ichki bozor uchun ishlab chiqargan va tovar tarqatish uchun shahar bo'ylab maxsus chidamli qilib ishlab chiqarilgan. Janubiy Koreyadan kelishda u yo'rgaklab o'rab olib kelganmiz. Shuni hisobiga umuman chizilgan, qirilgan joylar yo'q. Labolar hamma yoq butun, palasalarni ko'radi. Piyoda to'satdan chiqsa, o'zi avariyni tormojeniya beradi. Galavasida, kabinasida umuman chizilgan, qirilgan joylar yo'q. Bakovolar yonadi, qiziydi va yopiladi. R15 Kumho donasi $110 yaqin 100 ming kilometr beradigan chidamli koreyskiy balonlarda budkasiga alohida e'tibor berasiz. Aynan siz xohlagan budka mana shu bo'lsa kerak. Plus mashinamiz 83,5 litrli Zavodsko propan 5-pokoleniya. Mashinamiz budkasiga alohida e'tibor berasiz. Radnoy kraska bo'lmagan, yonida eshiklari bor. Barcha eshiklarida zamogi bor, qulflanadi. Mana o'zining kalitigacha mavjud. Ko'ryapsiz, paroglar bor. R13 Kumho original balonlarda mashinamiz suvda cho'kmagan, probeglar qaytarilmagan, halol ideal holatda. Gulshitrlariga alohida e'tibor berasiz, umuman zanglamagan. Keling endi mashinamiz budka ichini ham bir ko'rsatib o'taman. Xolodilnigimiz orqa qismi o'rtoqlar ko'ryapsiz, 3 qaychi, paroglari bor, ikkitadan sensorlar, zamoglar, stop chiroq va yuqorida kameralargacha bor. Keling endi budkani ichini ham bir ko'rib o'tamiz. Deyarli yuk tashimagan, ideal holatda xolodilnigi yaqin -18 harorat, sovuq haroratni berish quvvatiga ega. Xudo xolasa budkada umuman kamchilik yo'q. Ikimizni bu tomoniga e'tibor berasiz, oynak holatda, radnoy. Aytgancha zapaskasi yerga tushmagan. Bu tomon balonlari ham Kumho, yangi Rocket chidamli akkumulyatorlar. Chap tomon eshiklari chizilgan, qirilgan joylar yo'q va aytganimda mashinamiz Zavodsko xolodilnik Ice, ya'ni muz degan ma'noni anglatadi. Keling endi atiga 20 ming kilometr Janubiy Koreyada yurgan salonni sizga yengil ko'rsatib o'taman. Ma'lumot o'rnida barcha xolodilnik va termos budkalar zavoddan qora salonda chiqadi. Bularni sariq saloni bo'lmaydi. Shunda ham bu mashinamiz ruli isiydi, multimedialniy rul, palasalarni ko'radi aytganimda. Bluetooth magnitofon, CDNS'di. Mana bu tugmacha, bu orqa освещениyaniki. Plus mashinamiz bokovoy isiydi, yopiladi. Stabilizatsiya, polasa держатели. Mana bu kompyuter, xolodilnik nazorat kompyuteri. Xudo xolasa salonda chizilgan, qirilgan joylar yo'q. Aytgancha zadniy kamera, video registrator, yorug'lik datchiklargacha bor. Xudo xolasa salonida chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Hurmatli obunachilarim, endi bu koreyskiy pul topar mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, $31,500 oz-moz kami bor. Faqat naqdga sotiladi. Variant kredit buyukga yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, video pastda telefon raqamini qoldiraman. Janubiy Koreyaning o'zida mana bunaqa xolodilnik va UKZ termik juda ham qimmat. Yo'l kirasi undan-da qimmat. Shuni hisobiga termos va xolodilniklar narxi doim qimmat chiqadi. Bilaman, universal avtoolamni shunaqa yuk mashina muxlislari kuzatishadi. Gapim to'g'ri bo'lsa, kommentariyada fikr mulohazangizni qoldiring. Yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun universal avtoolam sahifalarimga obuna bo'ling. Keyingi obzorlarimda ko'rishguncha